Agarda siz ushbu videoni ko'rib turgan bo'lsangiz, demak Dentmetdan mahsulot xarid qilib, ichidan chiqqan QR kodni skaner qilgansiz. Videoni oxirigacha ko'ring, siz uchun ajoyib takliflarimiz bor. Xabaringiz bo'lsa kerak, Dentmet yaqinda o'zini to'laqonli mobil ilovasini ishga tushirdi. Gap shundaki, ko'pchilik mijozlarimiz bizning ilovamiz ularga qanchalik foyda keltira olishini hali ham tushunib yetishmadi. Bu videodan maqsadimiz bo'lsa, Dentmet ilovasini mijozlarimizga tanishtirish. Diqqat, Dentmet mobil ilovasining mijozlar uchun top 3 ta foydalari. Birinchi foyda. Bilamizki, stomatolog va tish texniklik kasbi shu kasb egasidan katta diqqat talab qiladi. Ish jarayonida turli xil materiallarning tugab qolishi ish joyini tashlab do'konga chiqib kelishga majbur qilishi mumkin. Ilovamiz foydalanuvchilari bunaqa muammolardan batamom qutulishgan. Chunki ilovada buyurtma qilingan har bitta mahsulot mijozning ishxonasigacha yetkazib beriladi. Natijada ishxonani tashlab do'konga chiqib kelishga umuman hojat qolmaydi. Ikkinchi foyda, manfaatli xarid. Ilovamiz orqali qilgan har bir xaridingiz uchun Dentmet sizga 5% cashback taqdim qiladi. Misol uchun, do'konga kelib bittagina Zeta Plus xarid qilish sizga 570 ming so'mga tushsa, ilova orqali xarid qilgan mijozlarga bu summa 540 ming so'mga aylanadi. Natijada birgina shu xaridga o'zidan siz 30 ming so'm tejab qolishingiz mumkin. Ana endi bitta o'zingiz hisoblab ko'ring, yirikroq xaridlardan qanchalik summa tejab qolish mumkinligini. Va nihoyat, uchinchi foyda, ballar to'plash. Ilovamizda qilgan har bir xaridingiz uchun Dentmet sizga ballar taqdim qiladi. Bu ballar orqali siz har xil turdagi stom va tish texniklari uchun bo'lgan uskunalarni yil oxirida bo'ladigan konkursda yutib olishingiz mumkin. Uskunalar zoom apparatdan tortib, stom kreslogacha, tish texniklariga, katkam uchun plisosdan tortib, zetin pechgacha bo'lgan apparatlarni o'z ichiga oladi. Konkurs shartlarini bilib olish uchun Dentmetni barcha ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring. Agarda oranglarda hali ham Dentmet ilovasini yuklab olmaganlar bo'lsa, hoziroq yuklab oling, ballar to'plang va yil oxirida sizni qimmatbaho sovg'alar kutib turibdi.